deganim taqvodor primoy jannatga kiradi. Qiyomatdagi bari yutuq taqvodorlarki. Taqvodorni 100% Alloh yaxshi ko'radi. 99 ham emas. Bu javob mana shu gapimga. Taqvodorni Alloh yaxshi ko'radi. Chunki Qur'onda aytganda buni. Men taqvodorni yaxshi ko'raman degan. Taqvodor aniq jannatga kiradi. Chunki Alloh Qur'onda aytganda. Endi qarang, bu katta narx qo'yilganda, katta maqom berilyapti taqvodorga. Bu nima degani? Taqvo azizlar nafs uchun oson narsa emas. Nafs uchun oson narsa. O'zi oson narsa taqvo. Taqvo qiyin narsa bo'lganda Alloh bizni vattaqulloh degan, Allohga taqvo qilinglar degan. Alloh bizga qiyin narsani buyurmaganda, o'zi asli taqvo oson, faqat nafsimizga qiyin. Masalan, bitta arqonni tortish oson-a? Oddiy misol, mana hozir keldi shu misol meni hayolimga. Misol bitta uzun 50 metrli arqon tortsa tortaverasiz, lekin u arqonda ag'ida sizdan kuchli odam ushlab turgan bo'lsa tortalasizmi? Tortalmaysiz. Bu nima degani? Taqvo o'zi arqonni tortgandek o'zi asli oson narsa. Lekin u yoqda bizdan ko'ra kuchli iymonimizdan kuchayib ketgan nafsimiz bo'lsa, keyin qiynalamiz taqvoga. Mana ayol kishiga qaramaslik o'zi oson narsa. Mana ro'parada yo mashinada o'tib ketayotganingizda bir go'zal ayol turganda qaramaslikni eplalayapsizmi? Yo'q, qarab qo'yyapsizmi? Значит, biling, iymoningizdan sizning nafsingiz kuchli. Va oddiy misolda bu. Arqon tortishda kuchli odam yutadi. Agar o'shada nafsiz ushlab turgan bo'lsa, xo'p ushlab turibdi. Bu ushlashi aniq buni. Taqvo qilaman, siz shayton, nafs, pajalista mana taqvo qil demaydi u. U boshqacha harakatlar qilishni boshlaydi. Xo'p, mayli shayton bilan nafs ushlasin ikkovini, lekin bu yoqda tortayotgan odam, ya'ni yo siz yo men bo'lsak, iymonimiz undan kuchli bo'lsa, shuning uchun tortib qo'yamizmi? Tasavvur qiling, arqonni ushlab tursiz, aqda 5 yashar bolangiz keling dedi tortishamiz deyapti. Aqda odam ushamagandek tortasiz. Biz shayton bilan nafsni shuna yengishlik uchun undan kuchli bo'lishimiz kerak. Nimada? Iymonda. Fizik emas. Fizik quvvat shayton bilan nafsga kapeyka, u vashi qizig'i yo'q uni. Umuman qizig'i yo'q. Sabab 75 ga kirib 6 pora xatmida tika turgan opa-dadalarni bilaman men. Men ochig'ini aytsam 6 porada 3-4 marta tashqariga chiqib kelaman men. Toliqqanimdan, belim og'rigandan. Boshidagi o'sha 20 rakatda boshida quloq qoqib, 2 rakatdan qilib qimirlamasdan o'rnida turib 6 pora xatmiga turgan yosh ulug'larni bilaman. Bu degani fiziki mendan quvvatsiz o'sha odam. Lekin mendan iymoni quvvatli u odam. Shuning uchun shunda turibdi. Deganim, diniy amalda shayton va nafs bilan kurash temasida fiziki quvvat rol o'ynamaydi. Iymonda quvvat rol o'ynaydi. Iymonda. Shuning uchun akalar iymonni baquvvat qilish kerak. Bu nima bilan bo'ladi? Ibodatlarni turini ko'paytirsak, salom ibodat, va alaykum assalom ibodat, zikr ibodat, Qur'on o'qish ibodat, Qur'on eshitish ibodat, namoz ibodat, roza ibodat, kamtarlik ibodat, to'g'ri so'zlik ibodat, aroq ichmaslik ibodat, sigaret chekmaslik ibodat, nos chekmaslik ibodat, g'iybat qilmaslik ibodat, zino qilmaslik ibodat, kibr qilmaslik ibodat. Qiling. Iymon kundan kunga quvvat olaveradimi? Shayton yo'liga chiqib ko'rsin, uxlatadi o'rnida. Nimaga Hazrat Umardan qo'rqqan shayton? Hazrat Umar ham bizdek odam bo'lganlar. Lekin duxi yetmagan shayton. Nimaga? Sabab iymon quvvat bo'lgan Umar roziyallohu anhu. Nimaga bizni bola qo'lida koptok, to'pni o'ynatgan deb bizni nimaga o'ynatyapti? Sabab biz haligi 5 yashar bola biz mayadagi dada shayton bo'lib ketganda. Ne tortni, ne Mahdiyni kelaveramiz. Akalar, Alloh Qur'onda aytgan sana deydi shaytonga. Baqara surasida aytadi. Sana va sani yo'lingga yurganlarni men sen bilan qo'shib jahannamga tiqaman degan.
Qatdan bilsak bo'ladi. Men hozir imom Shukurulloh qori va sizlar sheki kelib juma o'qiyman deganlar, men qatdan bilsam bo'ladi, siz qatdan bilsangiz bo'ladi, shaytonga ergashyapmanmi yoki ergashmayapmanmi? Bu oson bilish. Masalan, Xudo buyurgan ishlarni qazo qilayotgan bo'lsangiz yo qilmayotgan bo'lsangiz, Xudo qilma degan ishlarni qilib yurgan bo'lsak, biling biz shaytonga ergashib yuribmiz hozir. Oxiri haligi, Xudo saqlasin. Shuning uchun maksimal darajada tirnoq bilan vattaqulloha mastata'tum, qo'llaringdan kelganicha taqvo qilsalaring, Xudo aytadi. Qo'limizdan kelganicha harakat qilib taqvo qilsak, inshaalloh shaytonning yo'liga shundagina yurib yormaymiz inshaalloh, Xudo xolasa. Ba'zi birlar aytadi-da, 900 ga qarasangiz ham ayol kishi, 10 ga qarasangiz ham ayol kishi, qayerga qarasangiz ayol kishi-ku deydi. Yo'q. Birinchidan ko'z olib qochish ilojisi bor. O'ngda kelayotganda chapga qaraganingizda chapda ham kelavermaydi. Chapda kelganda to'g'riga qarang, bo'lsa yerga qarab o'tib keting. Yo, masalan, yo'lda stolba ko'zingizga tushadi, e'tibor bermaysiz-ku uni figurasi, to'g'rimi? To'rtburchak, yumalar, stolbalar har xili bor-ku. Mana bir kun ikkita o'rtoq, bittasi o'rtoq shunaqa bo'lishi kerak, Xudo rozi bo'lsin, eshitib xursand bo'ldim. Bitta ayol kishi termilib qolgan ekan. Ayol kishi qaramagansan, o'rtoq, sen men qaraganim yo'q debdi. Qaramadingmi sen? Yo'q, qaramadim. Ichidagi yo'lda nimadirmish? Yo'lda endi kiyib olgan ishtonni qaradirmish. Qaramagan yigit. Deganim, shu narsa biz uchun juda katta zararda. Bekorga Alloh ko'zingni yum erkak ayoldan, ko'zingni yum ayol erkakdan deb bekorga aytmagan. Chunki qarashlar natijasida keyin Xudo saqlasin natija bo'lib qolishi mumkin. Qaramaslik kerak. Agar bir ayol bilan zino qilib qo'ymay desak, qaramasligimiz kerak inshaalloh. Shunda yaxshi bo'ladi. Xo'p, mehmon kelganda yaxshi niyat qilish kerak. Malol kelmaslik kerak. Bizda azaldan bir gap bor. Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar. Hamma biladi mana. Ya'ni mehmon keladi eshikdan, rizqi keladi teshikdan. Bu bekorga aytilmagan. Ya'ni mehmon o'zini barakoti bilan keladi. İnşallah biz mehmonni yurakdan kutib olib, hali aytganimizdek, shu yerda musulmonmi fosiqligini ham bahonada ajratib olasiz. Uyingizda borni, masalan, go'shtsiz mastava qilib ichib o'tiruvdingiz deylik. Ha? Mana bu men borib qoldim deylik. Nimadir bo'ldi, borib uyingizga borib qoldim. Uyingizdagi go'shi yo'q mastavani quyib kelgani uyatmang. Uyatdingiz, iymoningiz zaifligi. Quyib keldingiz. Men bunda ichyatib, men mehmonga shuni olib keldim dedimmi? Bu meni ham iymonimiz zaifligi, fosiqligim belgisi bo'ladi. Shuna bo'laylik bir-birimizga, takalluf qilmaylik. Xo'p. Keyingisi davom etamiz. Mehmon kelganda asosiy narsa dasturxon deyilmaydi, deydi bir hakim. Bu nima degani desa, mehmon kelganda eng asosiy narsa mehmonni ochiq yuz bilan kutib olish. Mehmonni ochiq yuz bilan kutib olish. Ya'ni chiroyli tabassumlar bilan yaxshilab kutib olish. Keyingisi, uyingga mehmon kelganda hatto uyingdagi hayvonga ham do'q qilmagin. Masalan, mishiq turgan bo'lsa, tarsa tepib haydasangiz, yo bolamizga baqirsak, yo xotinni so'ksak, eshikni daraxtlatib yopsak, sizga bilmadimi? Men masalan malol kelyapti o'ylayman. Chunki bu qiliqlar malolni belgisi bular. Shuning uchun bola nevarani so'kmaylik, uydagilarni so'kmaylik, do'q qilib, taraq qilib ish qilmaylik. Chunki kelgan mehmonni ko'nglini avaylaylik. Chunki malol kelib qolish ehtimoli bor. Mehmonni odobi, o'zi mehmon 3 kunda mehmonga boradiganlar ham bilib olinglar. Hatto ko'chib borib oladiganlar borda. Keyin esimga tushib ketganini aytib qo'yay. Toshkentga mehmonga boradiganlar.
buni birov menga aytgan yo'q-ku, men o'zim xulosa qilib aytyapman. Ko'proq kvartirada yashashadi, yer uyda yashaydigan odam kam. Bu yer uyda yashagan taqdirda ham qizi bor, kelini bor, to'g'rimi? Toshkentga borib, yo o'qiydigan ba'zi bir talabalar, yo licheniyaga borgan ba'zilar, yo o'ynagan borgan ba'zilar 5 kun, 7 kun talaba bo'lsa, endi biling 4 yil. Ha, ammamiki, xolamiki, amakimiki, tog'amiki shuni yig'ishtiringlar ekanlar. Bu yaxshi emas bu. Tim bo'li agar kvartira ko'p qavatli domda bo'ladigan bo'lsa, bu original beparosatlik bu. Bu juda xunuk narsa bu. Tasavvur qiling, mana men talabaman, 20 ga kirgan bolaman. Ikkita qizi bor, ayoli bor, amakimi uyi bordim. Dom 4 xonali yo 3 xonali. Nima bo'ladi? Amaki hech qachon voy jiyanim bitta yotmadim edi. Voy malol amaki malol kelmayapti desam, ha malol kelyapti deydimi? Yo, jiyan sen chiqib kelsang xafa bo'laman deydi. Shuning uchun borib, ko'rishib, gaplashib, eng ko'p gostinitsa Toshkentda. Eng ko'pi Toshkentda. Eng qimmati ham Toshkentda, eng arzoni ham Toshkentda. Hatto 100 ming, 110 ming so'mliklari ham bor bir kuniga. Shunday borib to'laysiz, peshindan do peshingacha. Peshindan peshingacha gostinitsalar bo'lsalar. 110 ming, 120 ming. Bag'ga olsangiz $1000 ham bor. Agar mabodo tantirlikka yotaman desangiz. Lekin undan bag'i 150 ming, 100 ming, 200 ming borib yotasiz. Hali mehmonga borasiz. Men bu gapni aytishim sabablar bor xullas. Bekorga aytmayapman akalar. Shunga e'tibor bering. O'zi aslida yana bitta narsani bilib olaylik. Pulni zakoti bo'ladi, uni 40 dan birini berish, jasadda zakoti bo'ladi. U jasadda gunoh ishlarni qilmaslik jasadda zakoti deyilgan. Uyda zakoti bo'ladi, uyga mehmonxona qurish. Mehmon uchun xona. Deganim juda ko'pchilik mehmonni kirish chiqishini uyga teskari qiladi. Bu zo'r narsa bu. Oldindan bilsalaring, azaldan 2 hovlilik degan uylar bo'lar. Ya'ni ichki va tashqi deyildi. Mehmon keladi, ichkarini voshim ko'rmaydi. Iloji bo'lsa shuna qilaylik. Yoki mehmonxonani shuna quringki, mehmonni kirdisi uyga ko'rinmasin. Va iloji bo'lsa hojatini, tahoratini alohida qiling. Uyimizdagilar kiradigan hojatga kirmasin iloji boricha. Bu ham yaxshi chiroyli odob bu ham. Mana shunga e'tibor beraylik. Keyingisi mabodo mehmon mo'tamon qibla deb bildirish mezbonning odobi. Keyingisi tahorat, hojat, dush zaril bo'lsa, mana oyoq chachiq, mana bet chachiq, mana общий katta chachiq, mana tahoratxona, mana hojatxona, mana dush deb ko'rsatib berish. Bu ham mezbonni mehmonga odobi. Keyingisi mehmonni vaqtini e'tiborga olish. Shashlayotgandim, bir ro ko'rgani kirdim dedimi? Eng tez ovqat qaysi ovqat? Eng tezi. Sho'ru soat qaynash kerak. Yo'q, xullasda endi. Shuni qilib keling demoqchiman. Tezini. Keyin yoshga ham e'tibor beringlar. Bu degani yosh katta odamga 75 ga kirgan qo'yni go'shtni shashlik olib kelib bersangiz, zvachga ham damini oladi uni oldida. Deyman, malol keladi. Shuning uchun yosh katta odam, davleniyasi bor odam bo'lsa, uni ham e'tiborga olaylik. Sahri bor odam bo'lsa, uni ham e'tiborga olaylik. Hali multfilm ertaklar yaxshiligi etaklar deydi-yu. Tulki laylayni mehmonga chaqirganda tarelkada ovqat beradimi? Ana. Bu to'g'ri kelmaydi. Ya'ni vaziyatdan kelib chiqib mehmonni rioyasini qilish kerak. Keyin mehmonlar bitta narsani unutmanglar, mezbon o'tirg'izgan joyga o'tiraylik, kirg'izgan joyga kiraylik. Bekorga sizni mayaqa qarab o'tiring demaydi. Sabab bu yoqqa qarab o'tirsangiz uyi ko'rinishi mumkin. Mayga o'tiring deydi. Shu qulay bo'lishi mumkin. Shunda inshaalloh yaxshi bo'ladi, go'zal bo'ladi, chiroyli bo'ladi.
Xudodan so'raylik, yurtimizga kelgan mehmonlar ilohim xursand bo'lib, chiroyli holatda ketishlarini Alloh o'zi nasib qilsin. Xo'p bo'ladi. Nima degani bu? Ha? Kafarga bo'lib qolibdi. Xo'p, duo so'raganlar bor ekan. Xasta bemorlar va safarga chiqayotganlar. O'zi ko'p eslardik, mana chegarachilar ham Alloh avvalo bemorlarga shifo bersin, safardagilar safarlari bexatar bo'lsin. Oramizda oilamizda kasallar bo'lsa Alloh shifo bersin. Chegarachi ukalarimiz, ko'proq ukalarimiz turadi endi, biz ham qirib besh kirib qoldik-ku. Xo'p, hammalarini, do'stlarimizni hammalarini Alloh salomat qilsin. Shu yurtimizni tinchligida qilayotgan xizmatlari, ishlarini Alloh ajrlarini ko'paytirib bersin, Alloh panohida saqlasin. O'sha joylardan xursand bo'lib, pensiyalarga, nafaqalarga chiqib, shu mehnatlarni, rohatlarni ko'rib yurishlarini Alloh o'zi nasib qilsin. Yurtimizni Alloh balodan, ofatdan, yomonlikdan o'z panohida saqlasin. Bi rahmatiga ya arhamar.